Uy sharoitida mazali qarsildoq KFC tayyorlaymiz. Ayniqsa souslari bilan ko'chanikidan umuman qolishmaydi. Albatta tayyorlab ko'ring. Bismillah deb ishimizni oson qilish uchun Saxovat firmasining shunaqa tayyor to'rilgan filelardan foydalandim. Sizlar oddiy filedan foydalanishingiz mumkin. Ketidan ziravorlar, chesnok, soyani solib, muzdek suv solib, yaxshilab aralashtirib, ustini strech yopib, xolodilnikka marinovkaga olib qo'yamiz. Bu orada sousini tayyorlaymiz. Pomidorimizni to'rka qilib, ketidan mayda to'ralgan zeytin, chesnok hamda tuzni solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Sous tayyor. Unimizdagi 2 qoshiq kraxmal, ziravorlar solib, yaxshilab aralashtirib olib, marinovka bo'lgan tovuqimizni unli massaga solamiz. Yaxshilab qo'limiz yordamida ezib, unga belab olamiz. Tayyor KFC'larimizni unlarini silqitib, chovlaga solib, boyga marinovka bo'lgan suvga solib, yana unga belaymiz. Shunda ustilari qarsildoq bo'lib zo'r chiqadi. Qizib turgan yog'imizga birin-ketin solib, orqa oldi qizargungacha pishirib olamiz. Tegi qizargandan keyin o'girib chiqamiz usti qizarish uchun. Yaxshilab yog'larini silqitib, salfetka qo'yilgan idishimizga solamiz yog'larni shim olish uchun. Qarsildoq KFC'larimiz tayyor bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ring.